Assalomu alaykum do'stlar. Asosida ishlatuvchilarni bizga yana davom etadi va keyingi grammatikamizni hozir birga ko'rib chiqamiz. Sizlar bilan birgalikda. Bundan oldin eslatib o'taman, sizlarda tekin darslar Jahon konsult orqali yozib borilmoqda. Agar sizlarga bugungi darsga kerak bo'ladigan bo'lsa, biz sizlarni bugungi darslarga qo'shib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bugungi grammatikamiz ko'ramiz. Bugungi nima grammatika yana bor bizada. Grammatikamiz ustida ESO grammatikasi hisoblanadi. ESO grammatikasi qanaqa ishlatiladi? ESO grammatikasi bu otlarga nisbatan qo'yiladi, joy otlariga nisbatan qo'yiladi va o'zbek tilida dan degan ma'noni bildiradi. Bu otlarga nisbatan qo'shiladi, dan degan ma'noni beradi. Misol uchun biror bir yerda, biror bir yerdan, biror bir yer. Bu yerda esa o'zbek tilida hozir da ma'nosi bilan keladi. Bu dan degani ham hisoblanadi, da degani ham hisoblanadi o'zbek tilida. Ya'ni dan deb ishlatsa ham bo'ladi, da deb ham ishlatsak bo'ladi. Da deganiga keladigan bo'lsak, bizada o'zbek tilida da deb ESO fe'lida harakat bo'ladigan bo'lsa, biz da deb ishlatib ketishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ESO so'zida harakat degani ESO so'zi grammatikasi ishlatiladi va gapdagi fe'lda harakat bo'lsa, biz ESO so'zini da deb tarjima qilamiz. Misol uchun maktabda, universitetda, kollejda, misol uchun xuddi shunaqa qilib teatrda deb tarjima qilsak bo'ladi. Xo'p, birinchi gapimiz oddiy hisob haber mogoyo. Qayerda ovqatlanasiz? Oddiy hisob qayerdan bo'lmayapti ma'nosida ishlatilyapti. Chunki gapda harakat bor. Haber moqda ovqat yemoq degan harakat. Oddiy hisob haber mogoyo. Oddiy hisob haber mogoyo. Qayerda ovqatlanasiz? Haksen shittan hisob haber mogoyo. Talabalar oshxonasida ovqatlanaman deyapti. Ovqat yeyman deb ishlatyapti. pastdagi misolda Seoul 대학교에서 한국어를 공부해요. Seul universitetida koreys tilini o'rganaman deb beryapti. 극장에서 영화를 봐요. 극장 degani teatr. 극장에서 영화를 봐요. Teatrda kinoni tomosha qilaman. Gapda kino tomosha qilmoq harakat bilan kelyapti. Shuning uchun biz 극장 so'zini, teatr so'zini da deb tarjima qildik. Teatrda bo'ladi. Teatrda kinoni ko'raman yoki universitetda, Seul milliy universitetida koreys tilini o'rganaman, o'qiyman bo'lib kelyapti. Ya'ni Seul milliy universitetidan emasdi, Seul milliy universitetida. Chunki gapimizda harakat kelyapti. Qunguhada o'qimoq, o'rganmoq ma'nosida. Xuddi shunaqa. Va to'sovwan gapimiz keyingi mashqimizni ko'ramiz. Film을 보고 우리와 같이 이야기해보세요. 라는 거를 아무래도기를 gapirib ko'ring degan. 도서관에서 뭐 해요? 서울에 도서관에서 공부해요. 도서관에서 책을 읽어요. 도서관에서 차요. berilgani. Xuddi shunaqa qolganlarini ham o'qib chiqamiz. Savolga bo'ladi. 공원, misol uchun 공원에서 뭐 해요? 공원에서 산책해요. 공원에서 뭐뭐 해요. yana nimadir 공원에서 뭐뭐 해요 deb o'sha narsani gapga tushirib chiqsak bo'ladi. Va uchinchisi ham xuddi shunaqa. 집에서 뭐 해요? 집에서 놀이를 해요. 집에서 숙제를 해요. 집에서 TV를 봐요. bo'ladi. Ya'ni televizor ko'raman yoki kitob o'qiyman yoki umuman o'ynayman deb xuddi shunaqa qilib fe'llarni bir-biriga tushirib chiqsa bo'ladi. Yoki 커피숍에 뭐 해요? 커피숍에서 숙제해요. 커피숍에서 커피를 마셔요. 커피숍에서 노래를 들어요. 뭐라고 ishlatsak bo'ladi. Xuddi shunaqa 커피숍da misol uchun muzika eshitaman, 커피숍 dars qilaman, 커피숍da kofeni ichaman deb xuddi shunaqa qilib biz bu mashqda ishlatib chiqsak bo'ladi. Xuddi shunaqa bu mashqimiz ESO grammatikasi haqida bo'ladi. ESO grammatikasi yana qaytarib o'taman. Da degan ma'noni beradi. Agar gapda harakat bo'lsa, ESO grammatikasi da degan ma'noni beradi. Misol uchun bu joy otlariga nisbatan qo'llaniladi. 서울대학교에서 극장에서 학생식당에서 어디 degani qayer degani. Odiy에서 qayerda bo'lib ishlatilishi mumkin bo'ladi.
bu keyingi mashqlarni ham qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi va bugungi ko'rib chiqadigan grammatikalarimiz Esau grammatikasi mana shu joyidan iborat. Keyingi darslarimizda yana ko'rishguncha dars tugatishdan oldin man nimani aytmoqchi edim, yana eslatib biza Jahon konsalting kanali orqali yozib borilyapti darslarimiz. Agar sizlarga pulli darslar kerak bo'ladigan bo'lsa, pulli darslarga qo'shib qo'yamiz. Hop, unda charchamanglar, sog' bo'linglar.